O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. O'zgidromet xabar berishicha, 29 noyabr Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik bo'lmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi, kechasi 0,5 daraja, kunduz esa 10-15 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik bo'lmaydi. Shamol sharqdan kuniga 7-12 metr sekund tezlikda esadi, kechasi 0,5 daraja, kunduz esa 10-15 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik bo'lmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi, kechasi 0,5 daraja, kunduz esa 10-15 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik bo'lmaydi. Sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda shamol esadi, kechasi 2-7 daraja, kunduz esa 13-18 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik bo'lmaydi. Sharqdan sekundiga 5-10 metr sekund tezlikda esadi, kechasi 0,5 daraja, kunduz esa 8-13 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik bo'lmaydi. Sharqdan sekundiga 7-12 metr sekund tezlikda esadi, kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduz esa 2-7 daraja issiq bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga eng saralarini taqdim etishda davom etamiz. Xayr, salomat bo'ling.